Sure Tariq. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismiyle başlayman. Asman bilen Tariq, yani keçide aşkar bolğuchi yulduz bilen qasam qilaman. Tariqning nimaligini bilamsan, u yoruq yulduzdur. Her bir adam bilen şu adamni saqlag'uchi farishta bor. İnsan nimadan yaratilganligiga qarasin. U etilib chiqqichi manidan yaratildi. U mani umritqi bilan qovurg'a so'nkining orasidan chiqadi. Shak shubhisizki Allah uni asliga keltirishga, ya'ni terildirishga qodirdir. Sirlar oshkor qilinadigan kunda, ya'ni qiyomatda, uningdan, ya'ni insondan azobni dab'i qiladigan hech kuch va yordamchi yo'qdir. Yağmurluq bulut bilan qasamki, yerilib giyohlarni undirib berdigan zimin bilan qasamki, Qur'on shak shubhisiz haq bilan botilni ayirg'uchi so'zdir. U chaqchaq emasdir. Ular, ya'ni mushriklar Qur'onni yo'q chiqarish uchun haqiqatan hiyla mikr ishlatadi. Men ularning hiyla mikriga taqobil turaman. Ey Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem, kafirlarning halak bo'lishiga oldirmagan. Ularga azroq muhlat bergin. Uzoq qolmay ularga qandoq qilganligimni ko'rsan.